Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2022 yili 5-oyning 15-kuni yakshanba. Bugun tuyuqsiz yana bir video chiqib qoldim sizlarga. Sizlarga deb baxmagan yana bir alayligim bor men o'zimniki. Shuni sizlarga deb video chiqishim. Men o'rta maktabda o'qiyotgan vaqtimda har xil ishlarni qilib boqqan. Yog'ochchilik qilgan, tumirchilik qilgan, tomchilik qilgan, radiochilik qilgan. Akamiz ikkimizniki o'rta maktab vaqtimizda radio qurashda bo'lgan hikoyalarimizni ehtimol bilasizlar. Meniki tarjimalarni anglab boqqan qarindoshlar. Sizlar ularni biladi deb o'ylayman. Ashta ishlarni qilib, mushu qo'lni ishlatib turib bir narsa yasash, mushu bir iqtidor endi. İzchil turda davomlashtirib keldim shu bir iqtidorni. Ashtan bilan keyincha yuqori texnologiya asosida uni buni loyilab, yasab, qurashtirib, sinab degandek ishlarni qildim. Hozir endi NASAda olam teleskopini ishini qilyapman. Unda xabarlar bor. Endi bu yerda sizlarga deb qo'yadigan bir narsam, kichik bolani tarbiyalagan vaqtida qo'lida tutib bir narsa yasaydigan ishlarni uyutadigan odayda ahamiyat bersanglar yaxshi. Mening qizim Navramga 1 yoshga kirgandan tortib boshqa kichik bolaniki o'yinchig'i sifatida yasab chiqqan narsalar bor. Masalan, burmuliq miq, bolqa, bu degan narsalarni yo'g'on plastikdan yasalgan qat'iy kichik bola urib bir narsa qilsa o'zini zijib qilmaydi. Ammo g'arbda kichik bolani tarbiyalashda qo'lni ishlatib bir narsa yasaydigan ishga ahamiyat beradi endi. Bizniki vaqtimizda undaq tarbiyani undaq ko'rmaganmiz, lekin hamma narsani o'zimiz qilishga to'g'ri kelganligi uchun o'sha yasab yurib boshqa qilib kelgan. Shunga hozir tunugun 2 kun bizim uyda bir oshxona yasadim. Oshxona uyi sirtqa qo'yilgan. Biz uyning ichida qo'riydigan tomoqni uyning ichida qat'iy etmaymiz. Burun mashina olgandan keyin bir oshxona uy yasagan, uningga uyatchi bo'libdi hozir. Shunga Amangul ayolim almashtirib bersangiz deb turib shu 2 kun ishlab xamashani o'zim kelib shuni yasadim. Shularni sizlarga bir ko'rsatib qo'ygan bor. Bu yerda demoqchi bo'lganim, shu bizningki kichik vaqtimizdagi shu qiyinchilik davrida hamma ishni o'zimiz qilib bir narsani yasab, boshqa qilgan iqtidor hozir qadar davomlashyapti. Mana shu o'ylarni o'zim layliganman. Menda shu yuqori texnologiyaga asoslashadigan mexanik narsalarni laylagan yumshoq detal bor. Qimmat o'zi. Murakkab narsalarni laylagan bo'ladi. Men burun ishlagan zaman shirkatlarda, necha shirkatlarda shu mexanik narsalarni o'zim laylagan endi. Shu yumshoq detalni ichib turib o'ylarni layladim. Kompyuterga kirgizib o'ylarni o'lchamlarini. Andan keyin shu narsani laylab, shu o'ylarni o'zim laylab bergan yasaydiganlarga. Shunga men ko'rsatib qo'ygim keldi. Şu bir uy yasadım. Nasıl kalınca aşkana uy sırtta tamak yediğanga. Biz uyun içinde korbitan tamakını uyda içinde katlık kılmayımız. Yani sebep ne dese, onunki bir neçe kıl sebep o. Amerika'da nemeyken, Amerika'da aşkana öyle kat iş etmeyken bula. Şu an birinci kavatta biraz korursanız, bütün purukı uyunu kapılıp gidiyordu. İkinci kavatta kilim çıktı yatak öylege. Aşağı bu aşkına biz desatını tatlılamken üzümüz. Bizden sırtlı bir aşkana uy yasab, aşağıdalarını tamak etken endi. Şuna bunu çuguytep yakında aldım günü. Kaydıdan saldım bana. Bütün materyalini üzerime gelip yasadım. Bu ketim fakat bana yerden bir adam yok. Üzerime yalğız süpürge yağışlarını yülap koyup yürüp başta kıp yasadım. Sebebi nerle ağrıp kılıp ayağım aman olsun nerlerini kışık etken. Başka yerden bir adam yok. Şu bütünle üzem kıldım. Mesela ham materyalini ekilip üzem. İşte yasadım. Bu Reşatka asıl tayya aldım hani. Bu mandak uygu laylangen emez endi. Tayya elip kesip işte kıldım. Uyguzlardan tartıp. İşte bir aşkana uy. Bizimki bu Kaliforniyada yağmur mu yağmaydı anca. Anca boran çıkıp kaldı ama yağmur yağmaydı. İşte bu aşka tamak esen aydı. Kış yaz tamak etki oldu endi. Öğün için tamak esen mandak göründü bu. İşte kılıp şunası yağış mandak yağış. Şalana gelip erdep. İşte yasap anandaken sırtını özüm sırladım.
Amerikaga kelgandan keyin dastlabki kambag'al vaqtida birinchi qatim uy olgan vaqtida uyiniki o'ylisini butunlay o'zimiz qilgan simutni qilib boqdim, g'ish qilib boqdim, yog'och sup yasab boqdim. Hammani qilib boqdim bir qatimdan. Shu bir qatimdan qilib bo'lgandan keyin odam ikkinchi qilgisi kelmaydi ekan. Undan keyin maqsada fal misol yaxshilandi endi. Ashta bo'g'ashqa undaki qilmagan, mana mavini bozorda bunda tayyor uy yo'q. Qaqqa yasasaqmi bo'ladi. O'zim yaxshi ko'rmay bu ishni. O'zim yolg'iz bo'lganligim sal qiynaldim, o'gizni yeb batgan vaqtimda shamol uchib ketib mixnab bo'g'chilik degandek. Yerden bir adam olmagan ekan. Ashta bo'ldi lekin mavuslarga mening nurg'un saymollarim bor. Meniki harilarim masalanga, ishlatgan harilarimda. Shuni bir ko'rsatib qo'y dedim. Qisqasi bu qo'l ishlatib bir narsa yasaydigan bu iqtidor nihoyatda muhim har qanday odam uchun. Men NASA'ga yangi ishga kirib bir tajriba ishlagan bo'lib, yana bir kishi bilan ishimiz u qilib kelib uzun bo'lgan odam ekan. Shu tajribani qurashtiraylik deb kirsak, shunchalik simdirib qalaymiqan, qonasi nega bordi, bilamidik uni. Bilamay bu odam voyjo, buni qanday qilamiz deb beshqat turib qolganda, men shu sim jangalning ichiga kirib, tashirib yurib, bizga lozimat narsani tepib chiqib boshla qildim. Qisam o kishi Yahudi edi. Shunchaki hayron qoldi. Yo'q, buni bu ishlar nima degangan sen deb. Shuni men dedim, biz hamishni o'zimiz qilib o'rgangan. Bu ish qancha emas deb qo'ydim. Bu bir ahvolni sizlarga deb qo'ydik, ammo keyinchi fursat bo'lib qolsa, bolamniki nimasini navramning o'ynaydigan o'yinchilarini bir qatim ko'rsatib qo'y. Bola tarbiyalashga foydasi bor. Yana bir narsa men deb qo'yay degan bir narsa. Burun vatandan bir kichik inimiz mendan bir savol so'ragan. Erkak men Xudoyimning borlig'ini isbotlamoqchi edim. Qanday qilsam bo'ladi deb so'radi mendan. Men dedim, "Ukam, siz uyingizdan to'la chiqib, atrofingizni kuzatib beqing. Yaratquchimizniki Xudoyimniki alomati hamiyati bor." deb javob berganman. Men davomli shu o'ylamga chiqib, o'ylamni aylanib ko'rsam, shu yaratquchimizniki Allohniki borlig'i hamiyada bilinib turdi. Meniki bek hayron qoldiganim, men har xil sakotlarni terigan endi burun. Ashta bo'g'ashqa sakotlarni o'ziga vaqtida hammasini bir batim bor. Uni uturtasi sum ketadi u. Lekin bunday qarslam uturtasa uni ko'chit sum ketadi. Lekin bunday qarslamkin uniki yemishi qo'lga chiqadi endi. Ana ashindaq tafsili narsalarni hammani Alloh yaratib qo'ygan bizga-da. Shunga shunchaga hayron qolaman men. Shu yemish daraxtlaridami bir xil hissiyot bordek, ashta his qilib ketaman o'zim. Daraxtlar shu onalarniki atrofiga kelgan vaqtlarimda. Shunga buni sizlarga bir deb qo'y dedim. O'zim shunaqa bir muhitda yashayman endi. Davomli shunga. Bo'ldi men bugun qisqacha afon deb qo'ydim endi. O'zim chiqarmay ketdim. Shu deb qo'y meniki bunda alaydigan bor deb shuni bir deb o'qim keldi. Ishqilib shu Sharq Turkistonda vatanda kichik vaqtimizda ya o'yinchig'imiz yo'q, boshqa narsamiz yo'q, nurg'un narsalarni o'zimiz izlashga to'g'ri kelgan. Chet elda bu uskullar, saymolar bak isil. Ashta bo'g'ashqa emgak bak qimmat. Ashta bo'g'ashqa o'zi qilsa asan to'xtaydi. Ma o'yinimi agarda bu yerdan pul asosli emas men uchun. O'zim bak qiziqaman, lekin o'zim ko'nglimdagidek yasayman deb qildim meni. Mana shu uyni agar xalqlarga sotgan bo'lsam bir 3000 dollardek pul ketdi. O'zim materialni olib qildim. Material 600 dollar bilan 700 dollarning atrofida material ketdi. Saymallar burun bat endi aytaman, burundan bu narsa yasayman. Ashta boshqa ashtan kutdim. Bo'ladi. Nima shu hozir qadar o'zimning hayot to'g'riliq sizlarga ko'p so'zlab berib yezib kelgan ashta boshqa. Bir tarafini deb qo'yib, videoni ishlab qo'ydim. Ma'qul amsa, kelarab ko'rishishga aman bo'linglar. Xayr, xo'sh, Xudoyim omonat.